طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Әмді muallim bergen topşırıqımni işley. Elhamdülillah, әмді ko'nglimdagidek bo'ldi, o'zimgimi yaradi. Pah, maktabdagi saboqdoshlarimning ko'zidan o't chiqarib etmasam, ular Alining qaltis bir aeroplani bor ekan deyishib qolsin. Ali, әмді mushinchilik o'ynab olganing yetar. Aeroplanimni xil uzun o'ynab olding, әмді men qaytirib ber. O'ynasam nima bo'pti? Nima qilay deysan? Mening bu aeroplanni o'ynag'im bor, bildingmi? Qarag'ana, nima degan pez aeroplan bu? Sen vaqtingni o'ynash bilan o'tkazamsan? Vaqtning qadrini bilmaydiganlar bilan faqat xushim yo'q. Nima deyapsan? Vaqtni qadrlamaganlar bilan nemishga xushing yo'q? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ali, aeroplanimni qaytirib ber. Demek men vaqtning qiymatini bilmaydi ekanman, ha? Vaqtimning ko'p qismini o'ynab o'tkazdi ekanman-da. Aeroplanni solib bermayman. Yomon bo'lsam, elib baqina qini. Sen bilan jiddalashma, o'g'lim. Buva, bayatdan ishlagan topshiriqimni Ali elib oldi. O'g'lim, bo'ldi bas. Sanlarning narsasini qaytirib ber. Qo'lingdagi nima u, Fatima? Ko'r baqay. Obdan sizibsan. Buni qanday o'ylab topqansan, Fatima? Buva, bugun muallim bizga vaqtning intayin qimmatli ekanligi haqida so'zlab berdi. Fatima, rost gap qilyapsan? Shundaqmi? Albatta, o'g'lim. Alloh vaqtni kech kunduz, atigan oqshom qatorliq parchalarga ayirgan. Dinimiz bizni bu vaqtlardan obdan foydalanish, hammani o'yin tomosha bilan isrof qilmaslikka buyurgan. Shunga vaqtdan har doim yaxshi foydalanishimiz kerak. Vaqtimizni nimaga ishlatganligimiz to'g'risida qiyomat kuni bizdan hisob ilinamda? Albatta. Alloh qiyomat kuni bizdan vaqtimizni nimaga ishlatganligimizni so'raydi. Allohning har bir bandasi tövandagi 4 savoldan qocholmaydi. Birinchisi umrini nimaga sarf qilganligidan, ikkinchisi yoshlik mezgilida nima ishlarni qilganligidan, uchinchisi mol dunyoni haloldan tepib topmaganligi va nimaga xarjlaganligidan, to'rtinchisi Alloh bergan ilm bilimni nimaga ishlatganligidan. Bularni bilish hammamiz uchun bak muhim. Buva, әмді payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayoti to'g'risidagi voqelikni davomlashtiraylik-chi? Bova shunda qilayli. Payg'ambarimiz Makkadan chiqdimi? Mushriklar uninga yetishib oldimi? Davomini deb bering. Deb bering-chi, buva. Ey Muhammed, qo'limizdan qochib qutulamaysan.
Yo'l boshlig'uchi, qani aytqina, g'arb tarafga nimishqa bunchavala ishkirlab mangimiz? Chunki ularning iziga qarab mengyapmiz begim. Meningcha ular Savr tig'i tarafga mangandek qiladi. Undaqda bizmi Savr tig'i tarafga qarab ilgirlayli. Rasululloh, sen Allohning eng go'zal shahri. Agar majbur bo'lmagan bo'lsa, sendan ayrilmaydim deginicha Makka shahridan majburi holda ayrildi. Payg'ambar alayhissalom oqilona bir plan tuzdida Udul Yasrib shahriga qarab yo'l oldi. Makkaning g'arb tarafiga burilib, Abu Bakr raziyallohu anhu bilan birlikda Savr tig'idagi bir g'orda 3 kun yoshirundi. Bu vaqtda Abu Bakrning qizi Asma ularga oziq tulik akapadi. Abu Bakrning o'g'li Abdullah yo'lda kuzatchilik qilib, ularning peyiga tushganlarning bar yo'qligiga diqqat qilib turardi. Chunki bexatarlik uchun mushundaq qilish bakli muhim edi. Ey Muhammed, çık bizga ko'rin. Seni Mekke'ye tirik erketimiz. Muhammed, qayerga yushirib olding? Derhal çık. Begim, mal ömchikning to'riga qarab baqsila. Faqat buzilmabdi. Mavu kattarning uvusimi shu peti turibdi. Ularning bu yerga kirishi mumkin emas. Abu Ahrab, uning bu yerga yoshirini bilishi mumkin emas. Ondaqda Yasribning shimoliga qarab mangayli. Ular Allohning qudrati bilan qutuldi. Abu Bakr raziyallohu anhu payg'ambarimizga mundoq dedi. Agar ulardan biraylan bishini shundoq ko'tarib qaragan bo'lsa edi, bizni ko'rib qolgan bo'lardi. Payg'ambarimiz uningga javoban, g'am qilmag'in. Alloh haqiqatan biz bilan billa dedi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Немишqa yangi kiyimlarimni kiyma? Uyga mehmon kelamdi. Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalom shahrimizga kelyotidi. Tez uni qarshilashga chiqayli. Shahardagi musulmonlar xushalliqdan hayajonlangan holda payg'ambar alayhisalomning kelishini to'rt ko'z bilan kutyotdi. Bu vaqtda payg'ambarimiz ularning shahriga qarab kelyotdi. Qaranglar, ana kelyotidi. Yo'lni ko'rsatib qo'yayli. Ana qaranglar, ana payg'ambarimiz keldi.
Merhaba, hoş gelipsiz. Ey Resulullah, sizni qarshi olamiz. Sağ salomat kelganingiz uchun Allohga shukr etamiz. Siz mening uyimda tursiz. Mening uyim Yasribdagi eng yaxshi uy. Mening uyimga kelsingiz. Yo'q, ey Rasululloh. bizning uyga boraylik. Biznikiga boraylik. Peygamberimiz o'zi xohlagan holda aranglardagi birining uyiga bormaydi. Chunki u biringlarni yana biringlardan ustun ko'rmaydi. Uning so'ziga quloq solayli. Payg'ambar alayhissalom nima desa, shu bo'yicha ish ko'rayli. Ey xaloyiq, quloq silinglar. Payg'ambar alayhissalom deydiki, to'ygini o'z ixtiyoriga qo'yib berayli. Men shunday qilishga buyurildim. To'xtanglar, to'ygini qo'yib berayli. To'yga qayerga cho'ksa, shu yer payg'ambarimizning masjidi ham uyi bo'ladi. To'y nerede to'xtaydigan? Hayır, to'xtaydigandir. To'yga to'xtadi. Bu yer payg'ambar alayhissalomning uyi bilan masjidi bo'ladi. Bova, payg'ambarimiz uyi bitib bo'lguncha kimning uyida turdi? Deb beringchi. Abu Ayyub Ansarining uyida mehmon bo'ldi. Madinalik musulmonlar shahriga payg'ambar kelganligi uchun bek xo'shal bo'lishgandi-a, bova. Shundoq o'g'lim, payg'ambar alayhissalomni Madinalik 500 musulmon kutib oldi. Bu haqda Bara raziyallohu anhu mundoq deydi. Shahar aholisining bundoq xo'shal bo'lganligini umrimda ko'rmagan edim. Ular payg'ambar alayhissalomni ko'rib bek xo'shal bo'lishdi. Mushriklar payg'ambarimizning Madina shahriga sog'-salomat yetib borganligini bildimi? Bolarim, Alloh xolisa bularni sizlarga kelar qitim deb beray.